Agar sen har kuni 1 oy davomida 30 marta turnik tortilsang nima bo'ladi? Hozir men senga bitta tushuntirib beraman. Birinchi hafta turnikda baqirasan, xuddi kimdir seni qochga mixlaganday. Qanotlaring, bitsepslaring, yelkang hammasi yonadi. Osilib turaverasan, ammo lekin to'xtama. Chunki faqatgina oddiy odamlar qo'lini ochib pastga tushadi. 10-kunda boshlanadi mo'jiza. Orqang to'liq V shaklga kiradi. Xuddi supergiroydek. Ko'zguga qaraysan, o'zingni tanimaysan. Yelkalaring ishadi, beling esa ingichkalashadi. 15-kunda esa qo'llaring baquvvatlashadi, tomirlaring portlaydi, mushaklar otilib chiqadi. Hech narsa seni to'xtata olmaydi. Oldin ko'tara olmagan narsalaringni ko'tarasan. 20-kunga kelib qomating ancha yaxshilanadi. Tanangni tekis ko'tarib yura olasan. Na og'riq bo'ladi, na bukchayish bo'ladi. 25-kun shu yerda tanang bitta perezagruska beradi. Endi osongina tortilib tushaverasan. Oldin 10 ta qilgan bo'lsang, endi bemalol 20 ta qilasan. 30-kunda esa testosteron ko'tariladi. Kuching 40 vosga oshadi. Yog'lar hatto uxlash paytida ham kuyadi. Orqa, yelka, ko'krak maksimal darajada yonadi. Shu videoni saqlab qo'y va 30 kun davomida turnikni